Qaynona kelin muammosini hal qiladigan formula bor. Va bu formula qaynonaga ham, erkakka ham yoqmaydi. Qaynona kelin muammosi nimadan kelib chiqadi? Qaynonalar ikki xil bo'ladi. U bilan bir uyda yashasa bo'ladigan qaynona bor. U o'zi bilan o'zi avvora. U farzandini nazorat qilishga harakat qilmaydi, o'g'lini, u kelinini nazorat qilishga harakat qilmaydi. O'zini olami, o'zini ibodati, o'zini bordi keldisi, fizkulturasi, kitobi bor. Undan borib turib ovqat so'rasangiz, bu meni buvimlar. Men yagona shunaqa ayolni bilaman. Balkim O'zbekistonda bordir, lekin juda kam meni buvimlar. Undan borib turib kelin, buvijon, oyijon, nima ovqat qilay desa, o'zingizlarga qarab qilaveringlar. Menga farqi yo'q deydi. U aytmaydi, "Men aytganimni qilasan." O'zini ibodati, u agarda o'g'li kelin bilan birga o'tirib, baxtli bo'lib o'tirsa divanda opoq-chopoq bo'lib, u urush qilmaydi. U aytadi, "Juda xursandman sizni baxtingiz uchun" deydi, "Sizlarni" deydi. U kelinni orqasidan igna tiqmaydi. Farzandini o'tistirib qo'yib, "Sen unga gul olib kelding, menga ham olib kelishing kerak" demaydi. Bunaqa qaynona afsuski u ichidan baxtsiz qaynona. Bunaqa qaynona bilan muammoni hal qilish, aynan mana shu toifa qaynonalar orqali kelin qaynona muammosi chiqadi.